Hurmatli ustozlar, hurmatli foydalanuvchilar, biz testchi.uz platformasini yaratganmiz. Ya'ni bu qisqacha aytadigan bo'lganda mana shu DTMdagi bo'ladigan jarayonlarni biz hammasini bitta platforma ko'rinishiga keltirganmiz. Ya'ni demak, bunda o'zlaring test tuzishlaring mumkin, tuzgan testlarni kiritishlaring mumkin va ichidagi biz tarafimizdan kiritilgan testlardan foydalanib o'quvchilaringdan onlayn va offlayn test olishlaring mumkin. Demak, platformadan foydalanish uchun demak testchi.uz platformasiga kiramiz va tizimga kirish tugmasini bosamiz. Demak, bu yerda ro'yxatdan o'tish bor. Ro'yxatdan o'tishda ya'ni telefon raqamingizni kiritasiz va parollaringizni kiritasiz. Sizga SMS xabar keladi. Shu SMSdagi xabar orqali demak registratsiyadan o'tish mumkin. Men hozir o'zimni login parolim bo'lgani uchun o'sha login parolman kiraman. Endi bitta narsani shu yerda aytib o'tib ketaman. Agarda onlayn test olmoqchi bo'lsangiz, endi hozir ichkarida kirgandan ko'rsataman. O'quvchilaringiz kiritilganda har bir o'quvchiga login parol beriladi. Ya'ni bu onlayn test topshirayotgan paytda talabalaringiz, ya'ni o'quvchilaringiz mana bu talaba degan bo'limga o'tadidan o'sha yerda siz bergan login parolni terib kiradi va onlayn test topshirishi mumkin bo'ladi. Endi siz o'qituvchisiz, siz telefon raqamingiz bilan login parol orqali kirdingiz, ya'ni registratsiya o'tdingiz. Demak, loginimiz bu o'sha telefon raqamingiz bo'ladi, o'sha kiritgan parolingiz bo'ladi bu. Agar parolni keyinchalik unutib olsangiz, yana parolni unutdingizmi degan qismi bor, mana kirib yana tiklab olishingiz mumkin SMS orqali. Demak, tizimga kiramiz. Tizimga kirganda qaranglar, 5 ta bo'lim bor. Eng asosiy testchi platformasini birinchida kiriladi. Mana testchida bu qolganlarda endi toifa testlari, ixtisoslashgan maktablar uchun testlar rejalashtirilgan, bular keyinchalik qo'shiladi. Hozir faqat mana bu abituriyentlar uchun degan testda abituriyentlar uchun blok testlar kiritib qo'yilgan. Endi siz o'qituvchi bo'lganingiz uchun siz mana bundan foydalanasiz. Testchi platformasidan kiramiz. Kirishni bosgan paytimizda demak bu platformadan foydalanish uchun qo'llanmamiz bor. Ya'ni bu YouTube'da ham bor. Demak, YouTube'ga testchi.uz deb kirsanglar, mana playlist ichida mana birinchi yangi qo'llanma degan bor. O'sha qo'llanmada hammasi keltirilgan. Mana shu qo'llanma demak birinchisi platformaga kirganda ham o'sha qo'llanma hammasi ketma-ket tushuntirib ketilgan. Qanaqa qilib nima deydi? Ro'yxatdan o'tadi, qanaqa test yaratiladi va hokazo. Hozir men aytmoqchi bo'lgan gaplar hammasi to'liq batafsil mana shu videolarda keltirilgan. Endi platformaga tanishadigan bo'lsak, demak fanlar bo'limiga o'tamiz. Fanlar bo'limiga o'tdik. Bu yerda biz ya'ni o'zimiz dars beradigan yoki agar siz kurs o'tadigan bo'lsangiz bir nechta yo'nalish bo'yicha umuman bu yerda fanni kiritish mumkin. Masalan, faraz qilaylik, mana informatika. Mana bu yerda demak plus tugmasini bosaman. Bu yerga masalan matematika deyman. Matematika. Endi birlamchi fan. Ya'ni matematikani masalan matematika 9-sinf deyish mumkin, to'g'rimi? 9-sinf. 9-sinf. Sinf deb yozishimiz mumkin. Va bu qaysi fanga tegishli? Demak, matematikaga birlamchi fan. Saqlashni bosamiz. Demak, fan yaratildi. Matematika 9-sinf yaratildi. Bunga kiramiz. Endi bu yerda mavzularni shakllantiramiz. plyusni bosamiz. Mavzuni kiritamiz. Masalan, natural sonlar. Natural sonlar. Qaranglar, mana bu yerda oddiy matnli degani bor-da. Masalan, ingliz tilida bitta tekst beradidani va shu tekstdan 5 ta yoki 6 ta test beriladi. Shuning uchun mana bu yerda matnlarga o'tib, aynan endi bu ingliz tili uchun qilingan. Bu yerga matnda kiritilsa,
bu matnli o'sha testga tuzish uchun sababchi bo'ladi. Ya'ni masalan, siz bitta mavzu yaratasiz, o'sha mavzu bo'yicha matnni test qilmoqchisiz. Matnini mana sarlavha degan joyga, uzr, matnli qismiga kiritiladi, mana bu yerga kiritiladi va shu bo'yicha e, testlarni kiritsangiz, o'sha testni generasiya qilayotgan paytida birinchi matnni yozib, keyin tagidan 5 ta yoki 6 ta yozgan testingiz kirib ketadi. Endi men hozir matematika bo'lgani uchun oddiyga qo'yaman. Sarlavha nomini yozdim. Sarlavha endi bu mavzu nomi bo'ladi. Demak, natural sonlar. Endi natural sonlarga kiraman. Endi bu yerda men testlarni kiritishim kerak. Testlarni kiritishda e, bir necha xili bor bu yerda. Demak, masalan, birinchisi qo'lda kiritish. Plyusni bosaman. Demak, mana plyus. Bu yerda 4 ta tugma bor. Demak, plyusni bosaman. Birinchisiga savol kiritaman. Ikkinchisi mana bilan javoblar, to'g'rimi? To'g'ri javoblarni quyidagicha belgilab chiqish mumkin. Keyin qiyinlik darajalari bor. O'rtacha, qiyin, buni o'zingiz berishingiz mumkin. Endi matematika bo'lgani uchun formulalar quyida keltirilgan. Formulalarni quyida keltirish mumkin. Har bitta savolda rasm qo'ymoqchi bo'lsanglar, demak mana bu yerdan rasmlarni biriktirish mumkin. Rasm kiritishimiz mumkin mana. Rasm birikadi. A, B, C delarga ham quyidagi mana rasm belgisi orqali rasm kiritishimiz mumkin. Endi bizga ma'lumki, endi bu bittalab kiritish uncha samarador emas hisoblanadi. Shuning uchun biz testchi degan nima deydi, desktop, ya'ni kompyuter versiyasini yaratganmiz. Bu programma nima? Siz dastlab o'zingiz internetdan olgan yoki umuman yig'ib yurgan hammani qanaqandir Word shaklidagi testi bo'ladi, to'g'rimi? O'sha testini quyidagi formatda yozib chiqish kerak. Ya'ni savolni oldiga rushotka va savoldan keyin enter belgisi, keyin masalan A bo'ladigan bo'lsa, A javobni oldiga plyus qo'ysangiz, bu to'g'ri javob ekanligi. Qolgani mana enter bilan B, C, D kiritasiz. Undan keyin ikkinchi savol boshlanadi. Ya'ni savolga o'sha rushotka belgisi, ikkinchi savolga, demak javob. Ya'ni javob hammasi A bo'lishi ham shart emas. Plyus qaysida turgan bo'lsa, o'sha to'g'ri javob degan. Mana shunaqa ko'rinishda yozib chiqasiz. Formulalar matematika, ximiya, fizika bo'ladigan bo'lsa, formulalar o'sha mana shu ya'ni aynan mat type emas, boshqa emas, aynan Worddagi formula orqali yozsanglar yetadi. Rasm bemalol rasm qo'yish mumkin. Ya'ni enter tashlab qo'yasiz, farqi yo'q. Savolga, javobga hammasiga rasm qo'yish mumkin. Har bittasiga, ya'ni rasm qo'yish ham bitta donadan. Ya'ni masalan, savolga ham bitta rasm qo'yiladi, javoblarga ham bittadan rasm qo'yish mumkin. Yo'q, agarda savoldagi rasm 2 ta, 3 ta bo'ladigan bo'lsa, hamma rasmni bittaga birlashtirib, ya'ni bitta rasm ko'rinishida qo'yaverasizlar. Demak, endi tabiiyki bu bizga qayerdadir enter tashlamaymiz yoki rushotka esdan chiqishi mumkin yoki to'g'ri javobni qo'yish esdan chiqib ketishi mumkin yoki 3 ta nima javob qo'yishi mumkin, javob yozib qo'yish mumkin. Xatolik bo'ladi hammada. Mana shu xatoliklarni tekshiradigan mana bu testchi programmamiz. Bu programma, demak, bizlarda mana bu yerda resurs degan menyumiz bor. O'sha resursga kirsanglar, mana shu yerda mana testchi degan mana Windows belgisi bor. Yuklashni bosinglar, ko'chirib olishlaring mumkin. Demak, ko'chirib olgandan keyin mana ishlatamiz. Buni yuklashni bosamizdan, o'sha rабочий turgan desktop, rабочий stolda turgan mana shu matematika degan hozir ochib ko'rsatganimda OK qilib ochaman va tekshirishni bosaman.
tekshirish boshlandi, iltimos kuting deyapti. Demak, boshidan oxirigacha hammasini o'qib chiqadi. Demak, hammasi to'g'ri qilganmi? O'sha rushotkalar A yoki B, C, D hammasini tekshiradi. Interlarni tekshiradi. O'sha plyusni qo'yganimizmi tekshiradi. Ya'ni platformaga kiritish uchun to'g'ri yozilganini tekshiradi. Mana barcha testlar to'g'ri formatda kiritilgan deyapti. Endi men masalan mana bu yerda rushotkani olib tashlayman. Tekshirishni bosaman. Demak, ko'rasizmi, mana bu yerda xatolik ko'rsatyapti. Demak, bu yerda demak qayerdadir xato. Demak, birinchi savol deyapti. Demak, birinchi savoldan keyin demak ikkinchi savolda demak rushotka qo'yilmagan. Rushotkani qo'yamiz va yana tekshirishni bosamiz. Hop, bu tekshirish tugatgancha biz hozir boshqa yo'nalishda gapirib turamiz. Yana biz fanlarga kirgandik. Fanlarda matematika, natural sonlarga kirdik. Natural sonlarda bitta savol yuritdik. Endi bu yerda mana birinchisida demak savol kiritish, qo'lda kiritish, ikkinchisida ya'ni shuningdek belgisi bor. Bunga kiradigan bo'lsak, demak bizlar endi matematika, fizika, kimyoni 100% darajada demayman, qolgan fanlarda masalan 70-80% yoki 90% aniqlikdagi matn asosida test yaratib beradigan sun'iy intellektga asoslangan bo'limimiz bor. Ya'ni bu bo'limda demak siz matn kiritishingiz mumkin, tilni tanlashingiz mumkin, 3 xil til, osonlik, qiyinlik darajasini tanlaysiz va nechta test, demak 5 tadan 10 tagacha test yaratib beradi. Bu yerda demak tekst ko'rinishida, ya'ni fayl ko'rinishida ham kiritishingiz mumkin. Masalan, qanaqangidir PDF formatdagi mavzumi yoki qanaqadir kitobni fayl yo'nalishi bo'yicha o'shani bu yerda PDFni kiritadigan bo'lsangiz yoki matn ko'rinishida Word, Excel, PowerPoint farqi yuklasangiz, o'sha berilgan yuklangan ma'lumotlar asosida sizga test yaratib beradi. Undan tashqari rasm bor. Masalan, agarda o'sha PDF fayli bo'lmasa, telefoningiz orqali bir nechta o'sha varaqlarni, kitobni varaqlarini rasmga tushirib, mana bu yerdan yuklaydigan bo'lsangiz, o'sha rasmlardagi matnlar asosida sizga test yaratib beradi. Demak, barcha testlar to'g'ri formatda, demak, to'ppa-to'g'ri. Endi bizlar mana bu yerda boya saqlash degan tugmamiz aktiv emas edi. Saqlashni bosamiz. Saqlashni bosganda bizga demak o'sha nom asosida zip fayl yaratib berdi. Ya'ni mana zip fayl yaratib berdi. Mana shu zip faylni men mana bu 3-tugmani qarasanglar, 3-tugmaga kiraman, tugmani bosaman, Vibrate faylni bosaman va bu yerda o'sha то есть qanday desam, desktopdagi mana рабочий stoldagi o'sha yaratib bergan zip fayl tanlab открыть qiladigan bo'lsam, demak buni yuborish qilaman. Demak, boya sizlar bilan Wordda ko'rgan savollarimiz hammasini, barchasini mana platformamizga hammasi ko'chirib o'tkazdi. Bu yashil bo'lib turganlari barchasi demak barchasi to'g'ri javoblar hisoblanadi.
Uxomjon eshitaman. Assalomu alaykum. Va Uzr alaykum berib assalom. qildim, gapingizni bo'ldim. Aha. Ularga ball berish qanaqa bo'ladi shunda savollarga hozir ball beriladimi? Beriladi, ha. Uni qaysi Qarang. qismda qo'shib ketiladi ball berish? Ha, buni qarang. Bu hozir testlarni kiritib oldik, to'g'rimi? Aha. Fan shakllandi, mavzu shakllandi. Endi bizlar testlar bo'limi bor. Mhm. Testlar bo'limiga kiradigan bo'lsak, hozir. Testlar bo'limida biz endi o'sha kitobcha yaratadigan bo'lim bu. Test kitobini yaratadigan bo'lim. O'sha bo'limda mana bu yerda plyusni bosadigan bo'lsak, qarang. Bitta variantda, ya'ni 5 ta fan asosida bitta variant yaratish mumkin, to'g'rimi? Endi maktablarda 3 tagacha bo'lishi mumkin. 5 blokligi, maksimal 5 blokli. Endi qarang. Nomini qo'yamiz. Biz matematikadan olmoqchimiz, masalan. Yo matematika emas, umuman qanaqadir DTM test olmoqchimiz, to'g'rimi? Masalan, matematika, ingliz tili. Ha, matematika. Bo'lmasa o'zingiz nom qo'yaverasiz. Matem, masalan, plus ingliz. Mana endi fanlar tanlaymiz. Masalan, bizda o'zimizda DTM testlarimiz ham bor. Xohlasangiz hozir kiritgan. Mana matematika 9-sinfni tanladik. Mana 30 bitta savolimiz bor ekan. 30 bitta ustiga bossangiz, o'ng tarafda paydo bo'lyapti. Ko'rasiz, bu tarafda. Ana bu yerda siz kiritishingiz mumkin. Mana shu 30 bittadan mana 15 tasini olishingiz. 30 tasi mayli, farq qilmaydi. 30 tasi. Xo'p, endi mana shu matematikadan mana shunga matematika, ya'ni birinchi matematika tanladik-ku. Biz qanaqa balli sistema qilamiz? 3-1, 3, 2-1 to 10 gacha mana. Tushundim. Xolos 2,5. 3-1 bo'lsa, 3-1 qo'yamiz mana. Masalan, endi bu yerda fan qo'shish bor. Fan qo'shsak, mana tagida fan qo'shadi-da. Masalan, endi ingliz tili. Ingliz tili bor. Mana ingliz tili bo'ladigan bo'lsa, qarang. Ingliz tilida juda savol ko'p, masalan. 11 ta mavzu bo'yicha, qarang, har bittasidan 30 ta. Biz masalan 3 ta mavzu bo'yicha olmoqchimiz. Mana birinchisini, ikkinchisini, uchinchisini tanladik. Mana uchalasi ham bu tarafga o'tdi. To'g'rimi? Har bittasidan 10 tadan olmoqchimiz. 10 ta. Tak. Qarang, mana bu yerda bitta narsa bor-da, titul o'lchami degani bor. Ya'ni bizlarda ikkita titul bor. Mana bu yerda ko'chirib olish mumkin. Titul 45 talik bor, 90 talik bor. 45 talikniki ko'ryapsizmi, hozir qizil bo'lib qoldi. Ya'ni birinchisiga 30 ta berdik, ikkinchisiga 15 ta qilgandikda, lekin biz hozir mana bu yerga yana 10 ta yozamiz desak, qabul qilmaydi. Sababi 45 tadan oshib ketyapti. Shuning uchun agarda bizlar 90 talik tanlaydigan bo'lsak, mana 90 talik qilsak, marhamat olishimiz mumkin mana. 10. Demak, 90 talik. Mana bu yerda hozir agar titulni yuklash deb bosadigan bo'lsa, mana 90 talik testimiz. Birinchisi majburiy, fan 4, fan 5 bor. Agarda 45 talik tanlaydigan bo'lsak, titulni bosadigan bo'lsak, quyidagicha bo'ladi. Endi 45 talik albomni chiqadi, o'rtasida ikkiga bo'lib ishlatsa bo'ladi buni. Tushundim. Demak, 90 talik mana tayyor. Jami hozir testlarimiz jami 60 ta bo'ldi. 60 ta bo'ldi. Farqi yo'q. 90 talik chiqarib olib, ichidan 60 tasini bir chekkasidan bo'yab tursa, shu 60 tasini tekshiradi, qolgan 30 tasini teginmaydi. Ya'ni pistoy tursa ham bo'ladi. Tushundim. Endi mana bu yerda shablonlar bor. Standart dizayn degani bor. Bu standart shablonimizda kitobcha bo'lib chiqqan paytida kitobchada nima deydi? Imkoniyat darajasida joy ekonom qiladi. Haligi varaqni to'liqligicha qoplashga harakat qiladi. Nima qiladigan bo'lsak, dizayn qiladigan bo'lsak, bu o'sha test markazidagidek qilib, hammasi tagma-tag olib, endi joy
haligi bemalol bo'ladi. Ishlashga ham joy qoldirib, nima deydi, haligi chiroyliroq versiyada chiqaradi. Ha, tushunarli. Endi masalan, qog'ozdan qiynaladiganlar bo'lsa, shuncha standartdan foydalansa ham bo'ladi degan ma'noda qo'yilgan. Ha. Ana endi masalan, ingliz tiliga necha qo'yamiz? Ingliz tiliga masalan 2-1 qo'yamiz buni. Demak, birinchi matematika 3-1 qo'ydik. Nimaga? Ingliz tiliga qo'ydik. Masalan, uchinchisini ham qo'yishimiz mumkin. Hali yana 30 hozir. Ona tili bo'lishi mumkin, o'zbek tili. Masalan, bunga ham mana 3 ta olib hammasini tanlash mumkin. Hammasini tanlamasam bittadan olib chiqsa ham bo'ladi. Bittadan, ikkitadan qilib. Mana bularga masalan 10 tadan beramiz. 10 tadan beramiz. 10 ta. Mana jami endi bizlarda 90 ta bo'ldi. Endi nechta variant generatsiya qilamiz? Ya'ni o'sha mana shu hozir yaratilayotganimizda nechta variant yaratmoqchimiz? Mana shu yerga masalan 5 ta. Endi masalan 30 ta bo'ladigan bo'lsa, yana bir-biridan ko'chirmasin desangiz, masalan 30 ta variant generatsiya qilsangiz bo'ladi. Yoki agar bolalar tartibli bo'lsa, har bir zvenoga bittadan qilib, masalan 4 ta zveno bo'lsa, 4 ta zvenoga 4 ta variant, 5 ta variant yaratsa ham bo'ladi. Hop, mana 5 ta variant, 5 ta variant yaratdim. Mana bu yerga jild degan knopka nima ptichka qo'yilgan. Bu jild degani bu siz o'zingizning akkauntingizda agar o'quv markazi bo'ladigan bo'lsa, o'quv markaziga moslashtirib logolarini uni hozir tushuntiraman. Mana bu yerda profilni kiritiladi. O'quv markazi nomi, masalan Telegramda nimasi va hokazolar to'ldirilsa, o'sha kitobcha yaratayotgan payti birinchi betiga o'sha haligi DTMda nimasi bor-ku, yuzi. Xuddi yuz yasab beradi. Ha, tushunarli. Tushundingizmi? Ha, hozir qarang, hozir print qilsa ham bo'ladi-da, shunda to'g'rimi o'zi tayyorlagan testlar? Albatta. Mana hozir saqlaymiz. Hozir saqlayman. Demak, mana bu yerda jarayonda degan chiqib turibdi, ko'ryapsiz? Bitta masalan bir pasdan bitta obnovit qilib beramiz. Mana tugallangan. Tugallangan degandan keyin mana bu yerda ko'chirib olish mumkin, yuklash. Birinchi knopka. Bosamiz. Mana saqlash so'rayapti. Saqlaymiz. Va saqlaganimizni ochamiz endi. Mana boyagi qilgani mana rasm yuklagan edi, matematika. Ko'ryapsizmi, bu maksimal darajada joy kam qoldirdi. Hali standart bo'lgani uchun-da. Ko'ryapsizmi, hammasi ketma-ket yozilib. Agarda hozir bizlar uni dizaynga qo'yganimizda, mana bu ABCDlarni hammasi tagma-tag yozib, chiroyli formatda qilib berardi. Tushundingizmi? Demak, varianti mana tepasida yoziladi. Birinchi variant. Test nomi esa mana matematika plus ingliz tili nomini berdik-ku boshida. O'sha nom bo'ladi. Mana ketma-ket ketaveraman. 01. Ona tili tugagandan keyin ikkinchi variant boshlanadi mana. Hokazo ketdi. Buni print o'sha PDF fayl, buni PDF faylni chiqarib olib, bemalol bolalarga tarqataverasiz. Xohlasangiz haligi kitobcha chiqaring, xohlasangiz xohlagan variantni chiqarib olsangiz bo'ladi. Hozir shunda hamma variant saqladimi? Birinchi variant saqladi xolosmi? Yo'q, hammasi mana. Hammasi. Qani edi? Mana. Ketyapti mana. Hozir nechinchi variant keldik? Mana 3-variantga keldik. Tushunarli bo'ldi. Ketma-ket mana jamiga qarang, 30 o'sha 5 ta nimamiz, 5 ta variantimiz 30 varaq bo'lyapti. Hammasi bor. Keyin javoblar varaqasini alohida saqlab olinadi shunda? Ha, javoblar varaqani mana boshida kirgan paytingiz o'z bir marta yuklab qo'ysangiz, doim shundan ishlataverasiz uni. Bu hamma joyda bor. U yerda ham bor, tekstiga kiritganda ham bor, pastda turibdi. Bu yerda ham bor. Savollar variantining farqi yo'qmi? Shunda. Ha? Test javob varaqasiga savollar varaqasining farqi yo'qmi? Bitta kopirovать hammaga chiqarsa bo'laveradimi shunda? Albatta. Chunki qarangda, mana bu yerda siz o'quvchi kiritgan paytingizda sizga o'sha bitta o'quvchiga
talaba ID beradi. Bu talaba ID qachon sizdan ketgan paytida o'chib ketishi mumkin. Bo'lmasa, masalan, 1 yil o'qiydimi, 2 yil o'qidimi, 3 yil o'qiydimi, farqi yo'q. O'sha talaba IDsi bir xil bo'lib turadi. Demak, 5 xonali raqamli. Tushundim. Chunki siz qancha test olsangiz ham, mana shu ID bo'yicha tekshirib, o'sha bitta bolaga yozaveradi uni. Variant har xil bo'lishi mumkin. Bugungi berganingiz boshqa, ertaga olganingiz boshqa, keyingi olganingiz variantingiz. Bunga qarab variantini topadi. Javoblar Bular esa varaqasi ishlaydi. farqi yo'q ekan. Ha, bo'ldi, tushunardim. Javoblar varaqasi farqli. Bunisi ham xuddi shunday. Talaba ID bor, variant ID bor. Tushunardim. Demak, sizda test bor. Endi test o'tkazdingiz. Testda qaysidir o'quvchingiz keltani, ustoz, mana shu nimada variantda mana shu yerda men xato deb o'ylayapman deb e'tiroz bildirishi mumkin. Siz o'tirib ishlab ko'rasizdan, kirit etgan paytda nimadir xato qilganingizni anglab qolasiz. Demak, bu savol yana kimlargadir ketdi bu. Boshqa o'quvchilarga ham borgan bo'lishi kerak. Lekin o'quvchilar uni fahmlamadi, nimadir javobni yozavergan. Lekin shu bitta o'quvchiniki bo'lsa ham siz xatosini tan oldingiz. Shunda kelasizdani mana bu yerda ko'rasiz, ikkinchi knopkaga qaraydigan bo'lsangiz, tahrirlash bor. Tahrirlashga kirasizda, demak, shu o'quvchi 4-variantdan e'tiroz bildirdi. 4-variantni ochasiz. Nechinchi savoldan e'tiroz bildirilyapti? Demak, 7-savoldan e'tiroz bildiryapti. 7-savolni mana bu yerga kirasizdani, mana tahrirlash deganni bosasizdani va bunda siz kerakli to'g'rilashlarni to'g'rilab, mana bu yerda x ga ptichka qo'yib qo'yasiz. Ya'ni nimadirlar to'g'riladingiz bu yerda, to'g'rimi? To'g'rilash bo'ldi va mana bu yerga x ptichka qilib qo'yasiz. Bu degani mana shu hozirgi o'tkaziladigan test uchun shu savol kimga ketgan bo'lsa, hammasini to'g'ri deb hisoblaydi. Tushunardim. Va u asosiy mana fanlar degan bo'limda biz test kiritgandik-ku, o'sha asosiy bazadagi savolni to'g'rilab qo'yadi. Keyingi safar siz generatsiya qilgan payt o'sha to'g'ri savol bilan generatsiya bo'ladi. Tushunardim. Tushundingizmi? Endi bunda masalan javob B ga ham tushib qolishi mumkin, C ga ham tushib qolishi mumkin, to'g'rimi? O'sha asosiy bazaga o'sha C javob va to'g'ri variantini yozib qo'yadi. Keyinchalik generatsiya qilib ishlatayotgan paytda, ya'ni variant yaratayotgan paytda to'g'ri variant bo'lib yaratiladi bu. O'sha bilan sizda asosiy bazangiz shakllanib haligi ustov bo'lib boraveradi-da. Xo'p. Demak, testlar to'g'rilash haqida gapirdik. Onlayn test olish qanaqa bo'ladi shunda? Endi navbat kelyapti shunga hozir. Bunda mana 3-chisida natija, ya'ni shu matematika plus ingliz tili degan nima deydi, testlar yaratgan umuman variantlaringizdan natijalarni ko'rish uchun mana bu yerda 3-tugma natija bossak, bu yerdan talabani tanlash mumkin yoki sinf. 10-sinflar mana shuni qanaqa topshirdi. Endi hozir hech kim topshirmadi, yo'q. Agar bo'lsa, shundan 10-sinflar qanaqa topshirgani va yerda ro'yxati kelib chiqadi. 10-sinfda topshirganlar. Tushunarli? Xo'p, testlar. Endi 4-inchisi bu o'chirish, 5-inchisi esa o'sha onlayn test olishimiz. 5-inchisiga mana kiramiz ruxsatga. Mana bu yerda ruxsat degan tugmamiz bor, kiramiz va bizlarda mana sinflarimiz kiritilgan. Har bir sinfda endi qanchadir talabasi bor. Demak, bizlar 10-sinf, 11-sinf guruhlaridan demak test olmoqchimiz. Mana shu ikkalasini belgilaymiz, xohlasa 3 ta belgilaymiz. Saqlashni bossak, buni mana shu matem plus ingliz tili degan yaratilgan variantlarga buni biriktiradi. Ikkita sinfda. Endi qarang, bu sinfni ichiga bosadigan bo'lsak, mana qarang, bu sinflar guruhlar deganda yaratiladi. Siz buni birinchi boshda yaratib qo'ysangiz ham bo'ladi mana. Guruhlar, ya'ni guruhlar qanday yaratiladi? Mana plus bosamiz. Demak, bu yerda masalan o'sha
Masalan nima deymiz? 8-sinf. To'g'rimi? Sinf, guruh farqi yo'q. Bittasini tanlaymiz, saqlaymiz. 8-sinfga kiramiz. Bu yerda masalan bittalab kiritish mumkin. Bittalab kiritish mumkin. Yana hozir kiritish. Yo, bittalab olib tashlagan ekanmiz. Buni Excelda siz familiya ismlari o'zi tayyor bo'ladi-yu, o'quvchilarniki. O'shalarni masalan ko'chirib olish mumkin. Import export. Import qilib olasiz. Ustiga bossangiz, mana bu yerda qoida bor. Qo'lda kiritish bu yoqda ekan, uzr, mana qo'lda kiritish bor ekan. Bittalab kiritsa bo'ladi, lekin ko'pchilik qo'lda kiritmaydi. Fayl import qilish bor. Odam ko'p bo'lsa qiynalib ketadi. Qiynalib ketadi. Mana bu yerda mana namuna bor. Namunani ko'chirib olib, mana namunaga qarang. Familiya ism. Mana familiya ism Sharifi. Agar Sharifi bo'lmasa, Sharifini yozish ham shart emas. Familiya ism ketaversin. Sharifi bo'lsa Sharifini oladi, bo'lmasa xato deb chiqarmaydi. Faqat formatga tegilmaydi, uchalasi ham turadi, tagma-tag bular yozib ketilaveradi. Tushunarli? Bu tayyor bo'lgandan keyin, demak, mana bu yerda vibrate fayl deydi. Tanlab, o'sha faylni ko'chirib olishimiz mumkin. Mana hozirgi qayerga ko'chib ketdi ekan bu. Yo'q. Xullas, mana shu Excel fayl bo'ladi. Excel faylda masalan open qilib mana biriktiramiz. Hozir saqlashni bossam, demak shuni olib bazaga qo'shadi. Boz qayerga ketdi? Hozir ko'raylik. Diskga ketgan ekan. Hozir masalan real nimadan ko'rsataylik. Diskimiz qayerda? Disk. Mana. Okey. Saqlashni bosamiz. Mana shu 3 ta nima kelib tushdi. Ba'zi birda mana o'chistasi bor, bir xilda yo'q. Endi qarang. Bularga mana ID raqam ketdi. Bo'ldi, mana shu ID raqam, uni boya talaba ID degani mana shu narsa bo'ladi. 5 talik. Bu bir marta eslab biron joyga daftarga yozib olib qo'ysa, to sizdan bitirib ketgancha mana shu ID raqamda yuraveradi. Tushunarli. Ana endi mana bu kirish bilan parol ham berib qo'yasiz. Bu kirish paroli boshida tushuntirdim-ku, talabadan kiradi dedim. Misol. Ana shu. Masalan, buni bitta joyga yozib qo'yamiz. Qo'yamiz. Mana shu Iskandarov Bekmurodnikini bitta joyga yozib qo'ydik. Endi guruhlar shakllantirib bo'ldi, parollar aniq. Fanlarga endi qaytamiz, yana testlarga qaytamiz. Testdagi o'sha ruxsat berish mana bu yerga o'tamiz va bu yerga ruxsatga o'sha yaratilgan 8-sinfni ham biriktiramiz. Saqlash. Ya'ni belgiladim, saqladim. Demak, 8, 10-sinf, 11-A sinf o'sha testdan ishlaydi. Ana endi men boshqa nimaga o'taman? Boshqaga o'tamandani testchi.uz deb yozaman. Tizimga kirishga kiraman, talabaga o'taman. Talabani endi loginini yozaman. Talabani login va parolni yozaman.
tizimga kiraman. Endi men talaba bo'lib kirdim. Ko'ryapsizmi? Bu yerda ism chiqyapti. Iskandarov Bekmurod. Tushunarli. Bu yerda mana sirazi biriktirilgan o'sha matn plus ingliz tili bu variantni bu o'zi random tanlaydi. Voy 5 ta variantimiz bor edi. O'sha 5 ta variantni random o'zi tanlab beradi. Demak, bunga birinchi variantni berdi. Demak, boshlashni bosaman. O'sha testimiz chiqadi. Mana quyidagicha. Bola ishlaydi, tanlaydi, keyingi o'tadi, tanlaydi, keyingi o'tadi, tanlaydi, mana o'tadi, tanlaydi, o'tadi. Endi masalan bu savol kelgan paytda agarda sal ikkilanib tursa, savolni belgilash bosadida, masalan taxmin masalan mana bu yerda ko'rasiz, sariq paydo bo'ldi. Shunda ikkilandida voprosda. Keyingi o'tadi. ishlaydi, keyingi o'tadi, masalan, ishlaydi, keyingi o'tadi, ishlaydi, keyingi o'tadi, mana ishlab ketyapti. Keyin masalan qaraydi ishlab bo'lgandan keyin. 5 ta ikkilangan edi, nima deydi? Mana sariq turibdi-ku. Keladani belgilarni olib tashlab, keyin yana ishlab ko'radi, vaqti qolsa. Masalan, 14 ekan deydi, 14 ni belgilab, keyingi o'tib ketaverishi mumkin. Tushunarli. Tushundingizmi? Bu o'quvchiga ham qulaylikda. Keyin oxiri hammasi ishlab bo'lgandan keyin masalan tugatishni bosadi. Tugatishni bosadi. Tugatdi. Demak, amallardan ko'rib olish mumkin o'zini rezultatlari. Umumiy bali, to'g'risi, noto'g'risi qancha, tugallangan, mana. Bu narsa sizda ham o'zingizda accountingizga yoziladi. Tushunarli. Ya'ni o'quvchini o'zi ham ko'radi, siz ham ko'rishingiz mumkin. Shunaqa qilib siz biriktirgan hamma testlar mana shu yerda bunda ham kiraveradi. O'zi ko'rgani sizda ham natijalar yozilib ketaveradi. Ya'ni mana bu yerda natijalar degan bo'limimiz bor-da, o'sha bo'limda masalan o'shalarni ko'rasiz. O'sha guruh 8-sinf. Ya'ni 8-sinfda mana 3 ta o'quvchisi bor edi. 3 tasi biriktirilgan, lekin ya'ni bular yangi ishlamaganligi uchun yangi bo'lib turadi. Tugallangan unda mana tugallangan bo'lib turadi. Holati. Buni mana bu yerda siz ko'rishingiz mumkin. Hech boshlagan. Buni Excelga ko'chirib ham olishingiz mumkin. Mana knopka exportni bossangiz saqlaymiz. Mana bu yerda umumiy balni chiqaradi. Familiyasi, ro'yxati, umumiy balni chiqaradi. Endi bu hozir onlayn, demak onlayn haqida gaplashdik. Offlayn qanaqa bo'ladi? Offlaynida biz kitobchani chiqardik. Test titulini chiqardik. Titulni tarqatdik, bolalar ishladi va qaytarib berdi sizga. Endi siz Play Marketga kirasiz. Ya'ni qarang, bizda resurs bor-da, mana bu yerda resursga kiradigan bo'lsangiz, mana bu yerda Android versiyasini yuklab olish degan bor. Shunga kiradigan bo'lsangiz, demak, bizlarda testchini Android versiyasi bor. Mana shu Android versiyasini yuklab olsangiz, buni sizda o'sha yaratilgan boyagi testlar bor-ku, variantlar. Variantlarning nomi mana bu yerda chiqadi. Ya'ni o'zingizning akkauntingiz bilan kirgandan keyin siz yaratgan o'sha testlar mana bu yerda ro'yxat chiqadi. Ba'zi Matn plus ingliz tili degan chiqadi. O'shanga kirasiz. Kirgan paytida hozir kirgan paytida mana bunaqa quyidagicha o'yna chiqadi. Bu yerda scan paperni bosadigan bo'lsangiz, quyidagicha o'yna chiqadi mana. Shuni olib borasizlar 4 ta boyagi burchakdagi to'rtburchaklarga olib borsangiz, o'zi birdaniga rasmga oladi va tekshirishga jo'natadi. Bu endi sekundlar orasida bo'ladi. Shunday to'rtburchaklar ustiga shuni olib borsangiz, to'rtburchaklar mana hozir qizil bo'lib turibdi, hammasi yashil bo'ladi.
birdaniga o'zi rasmga tushirib qayta ishlashga jo'natadi. Ha, tushunadim. Bir mana sразу mana shunaqa narsa chiqadi. Mana bu ko'k tugmani bossangiz jo'natadi va sizga quyidagicha natija jo'natadi mana. Tushunadim. Turli qancha javob, qaysi to'g'ri va hokazo hammasi. Va buni natijalari ham sizga kelib mana shu yerdagi natijalar bo'limiga yoziladi. Endi bu yerda bizlarda do'kon qismi bor. Do'kon qismimizda 2019-yilgi adashmasam testlarda kiritib qo'yganmiz hammasini. Mana 600 ta, 900 ta, 1000 ta hamma fandan bor deyadi. Bularni mana bu yerda amallardan shunday ko'chirishni bossangiz, sizni fanlaringizga olib kelib qo'shib qo'yadi mana bu yerda. Bemalol foydalansangiz bo'ladi. Keyin masalan o'zingiz yaratgan testlarni boshqalar bilan ham bo'lishsangiz bo'ladi. Mana bu yerda share qismi bor. Bossangiz mana bu yerda o'sha jo'natmoqchi, bo'lishmoqchi bo'lgan sheringizning telefon raqamini yozsangiz, ya'ni u shu platformada bo'lsa, faqat shunga jo'nata olasiz. Yoki hammaga ko'rinsin desangiz, mana barchasini bosib qo'yasizdan saqlasangiz, barchasiga hammaga ko'rinadi. Tushunadim. Va ya'ni siz bilan ulash, ya'ni share qilinganlari mana bu yerda birinchisida ko'rinib turadi, mana shu yerda ro'yxat turadi. Keyin yana bitta narsa, do'konga kiradigan bo'lsak, hozir rejalashtirilyapti, mana umuman kiritilyapti, hozir informatika kiritildi. Har bir fandan maktabdagi, demak, har bir fandan 4 ta chorak bo'yicha, har bir sinf bo'yicha testlarni kiritish rejalashtiryapti. Mana boshlanishi informatikadan boshlanadi. Mana shu informatikani ichida toki qancha 5-sinf, 6-sinfdan to 11-sinfgacha bo'lgan informatikani chorakma-chorak har bir sinf bo'yicha kirib chiqilgan. Olib bemalol foydalanib, ichini o'zgartirib, o'zi nima qilsa qilaveradi o'qituvchi. Juda zo'r platforma ekan. Endi bu yerda yana bitta haligi o'qituvchi uchun eng kerakli bo'lgan qismlar bor. Mana bu yo'riqnoma, demak o'sha videolarga o'tadigan yo'riqnomamiz. Kechini aytdim. Endi mana bu yerda PDF dan Wordga degan konvertimiz bor bu. Konverter. Bu nima qiladi? Masalan, matematika, fizikadan yoki ximiyadan formulalarni bilmadim, uncha programma aniq tiniq qilib ko'chirib o'tkaza olmaydi. Buzib yuboradi yo, g'alati qiladi. Buzib yuboradi. Bu mana bizlar qilgan modulimiz, bu xuddi o'zidan birga bir o'tkazadi. 99%, 100% desa ham bo'ladi, aniq o'tkazib beradi. Hali shu vaqtgacha e'tiroz bo'lmadi bu o'tkazilgan testlardan. O'sha endi PDFda ko'p testlar bo'ladi-yu, to'g'rimi? Rasm shaklidagi. Mana shularni birga bir to'g'ri qilib o'tkazib beradi. Buni demak mana bu yerdan plyusni bosib, demak faylni, demak PDF fayl yuklanadi. PDF fayl yuklangandan keyin masalan diapazonni ham berish mumkin. Masalan 100 varaqli PDF sizga hammasi kerak emas. Masalan sizga kerak bo'lishi mumkin. Masalan 10 bilan necha kerak bo'lishi, masalan 15 gacha. To'g'rimi? Ya'ni 10-varaqdan boshlab 15-varaqgacha kerak. Bo'ldi, mana shuni agar hozir saqlaydigan bo'lsak, o'shani sizga aniq tiniq qilib Word faylga o'tkazib beradi. Tushundingizmi? Tushunarli. Demak, xo'p, endi shuncha imkoniyat bor. AI testlar yaratish, PDF dan Wordga va hokazo. Albatta endi bular hammasi tekin emas. O'sha joyini ham aytib qo'yishim kerak. Ya'ni bu hozirgilarni ishlatib olishingiz uchun demak sizda hozir nimalar qilishingiz mumkin? Demak 100 ta kitobchani tekshirishingiz mumkin. 100 ta kitobchani tekshirish mumkin.
Keyin 25tadan masalan 25 varaq PDFni Wordga bemalol o'tkazish mumkin. 5tadan har xil qilib 25tada endi maksimal. 25 varaq. 25ta sun'iy intellektdan test tuzib olish imkoniyatiga egasiz. 100 ta onlayn test o'tkazish kerak. 100 ta talabadan onlayn test o'tkazish imkoniyatiga egasiz. Endi testni hisobotlarni yaratish, savollarni ko'chirishlar bor, xato savollar, bular hammasi endi ichida bor. Bular pulga hisoblanmaydi. Xo'p, agarda limitim tugab qolsa nima bo'ladi degan joyi bor-da. Masalan, siz bir yilga 99 ming to'laysiz. Bu 99 ming ichida sizga 100 ta kitobcha yaratishga, 100 ta kitobcha deganim o'sha 100 ta variant yaratishga, 100 ta onlayn test yaratishga, 25 ta test savol yaratishga, PDFdan demak 25 ta yana yaratishga qo'shimcha imkoniyat yaratiladi. Xo'p. Masalan, 1 yil yetmasa u limit ham tugab qolsa-chi? U tugasa sizga titul tekshirish, ya'ni boya telefon orqali tekshirish bor-ku, titulda tekshirish. O'sha funksiya siz uchun 1 yil bepul. 1000 ta tekshirasiz, million ta tekshirasizmi, farqi yo'q. Chunki masalan 100 ta variant yaratib qo'yib, uni doim ham test olib yurishingiz mumkin-ku, to'g'rimi? Masalan, bitta test bilan butun sinfdan olib, hamma bola masalan 30 ta bolani olasan, bitta variant bilan 30 ta bolaniki xohlagancha tekshirish mumkin. Bu degani 100 ta test kitobcha yaratdingiz degani 100 ta test o'tkazish mumkin degani. Endi agarda unaqa qilmayman desangiz, masalan 10 ta 20 ta masalan endi bu seryozni joylar bo'ladi. 30 ta bolaga 30 ta variant berasiz. Bu degani 100 ta test kitobchangiz 3 ta test o'tkazganingizda o'sha tugaydi. To'g'rimi? Unaqa holatda siz qo'shimcha masalan har bitta mana bu xizmatlar 100 so'mda. 100 so'm degani bitta variant yaratish 100 so'm, bitta onlayn test o'tkazish 100 so'm. Menimcha bu qolganlari ham xuddi shunaqa. Bitta 100 so'm. Mana bu yerdan qo'shimcha bosasiz. Mana. Endi hozir mana 104 ming bo'lib ketdi-ku bu. O'zi 99 ming edi. Siz 50 ta qo'shdingiz. 50 tasi bu 50 100 ga ko'paytirsangiz bu 5 ming degan. Ya'ni 99 ming ustiga 5 ming qo'shildi degan. Hozir bu 99 ming to'lagandan keyin bu yer o'sha nolga aylanadi. Qo'shimcha to'lovlar mana bu yerdan 5 ming qo'shiladi. Shunday. Bunisi ham qo'shiladi, 5 mingdan qo'shiladi. Qancha olaman desangiz. Bunisi ham shunday mana. Xullas, qisqacha shu. Ishlatayotgan limitlaringiz mana tepada ko'rinib turadi hammasi. Tekshirish, test kitob, onlayn, hammasi mana shu yerda limitlaringiz ko'rinib turadi. Kamayotganligi. Bugun qiziqib ko'rib olgandim platformani, shunga kirgandim. Savollaringiz bormi? Yo'q, savollar hozircha yo'q. Bir o'zim ham ishlatib ko'raman, hali to'g'ri ishlatib ko'rmadim. Ishlatib ko'rib savollar sinovdan o'tkazing. Sinovdan o'tkazib olishingizga o'sha bepul versiyasi sizga bemalol yetadi. Ancha yetar ekan, o'zi 100 ta ham ancha-da. Shunday. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Rahmat e'tibor uchun. Charchamang aka. Sog' bo'ling, omon bo'ling.